Tuprog'ing ifori har dam yodimda, men sening bag'ringda ungan bir chechak, arzimas so'zlarim bor ijodimda, marjon kabi tizarman uni men har joh. Sendan bir zumga ketsam yiroqqa, sog'inchim mavj urar go'yo to'lqindek, qaytsam sen tomon ko'z yoshlarim tuproqqa, tomchilar go'yo cheksiz ummondek. Sen shiroq, sen cho'lpon, sen fitrat bobom, mudom ruhi barhayot ona zaminda, vatan uchun jon fido qilgan mard jo'mardlar o'tgan bu yurtda. Men Hayojon va Madina Samandarini Buxoro viloyati Buxoro shahridagi 12 ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining 7A sinf o'quvchisiman. She'r yozishga bo'lgan qiziqishim bolalikdan, aniqrog'i 8 yoshimdan boshlanadi. Ijod olamiga qadam qo'yishimga mening eng birinchi ilhom manbayim mehribonim onam. Aynan onamning betakror mehridan ilhomlanib, ilk she'rim Mehribonim onam haqida yozganman. Ijodimdagi muhim bosqich 2023-yilda birinchi she'riy kitobim O'zbekiston vatanimning chop etilishidir. Ushbu kitobning nashr etilishida qadrli sinf rahbarim To'layeva Maktub Jalolovnaning qo'llab-quvvatlovi va ishonchlari muhim o'rin tutdi. Ustozim menga faqat bilim emas, balki orzu va maqsad sari dadil intilish ruhini ham ato etdilar. Men uchun she'r yozish oddiy bir mashg'ulot emas, balki qalbimdagi eng nozik tuyg'ularni qog'ozga ko'chirish, orzularim va vatanimga bo'lgan muhabbatimni so'z bilan ifodalashdir. Kelajakda ham ijodimni yanada rivojlantirib, vatanimizni butun dunyoga tanitadigan, yurtimiz sharafini yuksaltiradigan shoiralardan biri bo'lishni niyat qilganman.